Bilasizmi biz qachon dam olamiz? Misol ayollar nomida aytganda. Shu masalan pul bersangiz ko'chaga chiqib bitta marojna yeb kelib to uygacha kelguncha dam oladi ayol kishi. Ishonib uyda o'tirib dam olmaydi. Uyda ming ishlaydigan ayol ham uyda ishini qiladi, xayoli bo'ladi. Masalan, agar biz-ku mayli chalg'imiz, lekin uyda o'tirgan ayollarni uzr, ana qarab o'tirsang boshqacha o'ylamanglar. O'zbekda kelinda emas. Kir yuvadi, ish tovoq masalan qiladi, bolaga qaraydi, bog'chadan olib kelib darsini qiladi, erini kutib olish kerak, nima o'qiydi, qaynonani fe'liga qaraydi, unga qaraydi, qarindosh urug'iga to'g'rasi misol. Keladi er, nima qilding kuni bilan? O'ynab o'tirdi ayol, ha? Muzga qo'yib o'ynab o'tirdi kechgacha. To'g'rimi? Men pul topib kelyapman. U nima qilyapti? Aslida hamma mana ishlagan pulini ko'chadagilarga qilsa million pul to'lashing kerak aslida ayolga-da. Kelib undan ko'ra yaxshimisan onasi, charchamadingmi? Baraka topib kel, yaxshiyamsan, borsan uyimni chiroyli qilib o'tiribsan deb bo'ldi.